Endi yangi qonun chiqibdi. Toshkentda toshkanlik bo'lmasa, boshqa viloyatlik bo'lsa, taksilik qilishi mumkin emas ekan. Hamma o'zini viloyatida taksilik qilish kerak ekan. Endi shu qonunni ishlab chiqqanlarga men aytamanki, shunaqa har xil jinni qonunni o'ylab chiqqandan ko'ra, bir xalqqa, oddiy xalqqa foydasi tegadigan bir qonunlarni ham o'ylab chiqaymi? Misol 10 million, 12 eng kam ish haqqi 10 million, 12 million so'mlikmi ish joylarini yaratishi ham o'ylani. Nima kerak bor? Nuqul faqat shu xalqqa minus. Xalqqa minus. Salmo xalqqa ham o'ylani. Xuddi bir ish joylarini yaratib qo'ydiğinizda, zo'r ishxonalarni, zo'r oylab beradigan ishxonalarni yaratib qo'ydiğinizda xalq ishlamaydi. Ishlaydi, yaxshi ishxonalarni yaratib qo'yamiz, taksichilik ham qilmaydi.